Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qanday obunachilar? Yaxshimisizlar? Ishinglar qanday bo'lyaptimi? Uydagilar yaxshimi do'stlar? Mana men ertalabdan kamerani yopib oldim. Sizlar bilan Liger Gamer Rus do'stlar, sizlardan like va obuna so'rab qolgan holda biza videoni boshlaymiz. Do'stlar, mana hali quyosh endi chiqyapti, chiroq yoqdigan bo'ladi. Keyin o'chirib qo'yaveramiz. Xo'p, qaraysan Jitel. Yaxshi o'zing qaraysan, mayli ishim bor. Mayli, uni o'ziga ishi bor ekan. Xo'p, do'stlar, men 10 kun oldin narigi qishloqqa borib kelgandim. Narigi tarafda ham bitta qishloq bor. Bu mana shu men shaharda yashardim va shahardan bu yerga ko'chib kelganim uchun shu yerga uy va garaj qurdirib oldim. Men narigi qishloqqa 10 kun oldin shu uy va garaj turgan yerni nomimga o'tkazishni ariza tashlab kelgandim. Va javob 10 kundan keyin chiqadi degandi va mana bu 20-kunda bo'lgandi va e'tibor berib qarasanglar, ekraninglarni chap taraf tepasida hargi turibdi kalendar 30-kun va 20-kunda men ariza tashlab kelgandim. Bugun arizam bitta ham bo'lishi kerak. Shu desanglar, borib bugun bilib kelamiz. Ariza bitdimi yo'qmi? Do'stlar, darvozaga e'tibor bermaysizlar. Men darvoza olib kelmoqchi edim, ammo nima desam ekan? Xullas, bu juda qiyin gap ekan. Bu yer qishloq bo'lgani uchun olib kelish muammoga, yuk mashinasi ham bu yerda yurishi qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun men mana shuni o'ylab topdim. Mana shu g'oya. Menimcha bu yomon g'oya emas. Voy, yopilib qoldi. Stop. Yo'q. Do'stlar, buni ozgina pasaytiraman. Mana. Voy. Kandosa ketdi. Mana sohilga. Voy. Onang demagur suvga tushib ketdim. Yaxshiyam suv bir buloq ekan do'stlar, zo'rg'a chiqib oldim. Mana do'stlar, sohilga ham yetib keldim. Mashinamni shu yerga qo'yaman. Men narigi shaharga qishloqqa borganda kamerani qayta yoqaman do'stlar. Va men mana do'stlar, bu qishloqqa yetib kelay deb qoldim. Mana va sohilga ham yetib keldim. To'g'risini aytsam do'stlar, qo'lim yomon bo'lib ketdi. Eshikka ishaverib. Bu yerga o'z elektronik qayiq qo'ysam bo'lardi, ammo nimagadir buni qilishmagan. Hozir biz shu yerga kirib chiqamiz. Mana ichkarida odam bor ekan. Qaraysan, Jitel, yaxshimisan? Yaxshi o'zing qaraysan. Xo'sh, men javobni olib ketgani keldim. Javobing bitti. Bitdimi? Ha, bitti. Unda hujjatini ber. Hozir topib beraman. To'xtab tur, ozgina kutib tur. Bo'pti, kutaveraman. Oldingmi? Ha, oldim. Mayli Jitel, senga katta rahmat. Xursandman va xayr. Xayr, arzimaydi. Mayli, xayr. Do'stlar, men xursandman, chunki mana ishimiz ham bitdi. Ishing bitti shekilli. Ha, bitdi, nima edi? Xursandsan, shunchaki o'zim aytaman. Ha. Xayr. Voy. Xo'p, qirg'oqqa kiramiz. Va har doimgidek do'stlar, men narigi qishloqqa borganda kamerani qayta yoqaman. Do'stlar, mana men qirg'oqqa deyarli yetib keldim. Va ana bu yerda mening mashinam turibdi. Bu yerga do'stlar yo'l ham qurish kerak. Men shu to'g'risida ariza ham tashlashim kerak.
tushaman. Do'stlar, yo'l ko'rsak yaxshi bo'lardi. Mashinada borib kelaverardim. Shularga ham oson bo'lardi. Ammo do'stlar, bitta shetni man bu yerda yopib qo'yish kerak. Boya o'zi bu yerda chuqur ekan do'stlar. Pastgacha tushib ketishimga sal qoldi. Tormozni bosib qoldim. Qishloqqa ham yetib keldim. Qornim ham ochdi. Mana mashinam hozircha chetga qo'yib turaman. Eshikni yopib garajga kiritib qo'yay. Bugun men kayfiyatim yaxshi, chunki ishim bitdi do'stlar. Degan ehtiyot bo'lib urib olmasdan kiramiz do'stlar. Hop, yaxshi. Ha do'stlar, sizlarga mashinam hamma yog'ini ko'rsatib, bagajini ko'rsatishdan chiqibdi do'stlar. Mana mashinamning bagaji. Bu yerda narsa qo'yishim mumkin bemalol. Chiroqni o'chiraman. Va do'stlar, bugun yomon charchadim. Bitta hujjatimni qo'yaman. To'g'risi, bundan xursandman, hujjat bitganiga. Voy, almashtirib oldim. Mana o'tirib nimadir yeb olaman. Qahva ichib. Voy, qanday shirin. Endi bu yerdan kech ham tushyapti shekilli do'stlar. Ha, mana o'zi kech ham tushay deb qopti. Xo'sh, mana shu yerga kreslomga o'tirib olaydi. Xo'p. Xo'sh do'stlar, sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Lig Ergamer Rus bo'ldi. Do'stlar, to'g'risini aytsam, rostdan ham Yasiko Gamerga o'xshab qolibman. Kiyimini sotib olgandim. O'xshadim. Yasikoga o'xshaymanmi, o'xshamaymanmi? Buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana bir sizlar bilan Lig Ergamer bo'ldi do'stlar. Videoni kuzatganlar uchun sizlarga katta rahmat. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, obunachilar.